Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun g'ishtlarimizni Bo'z tumaniga olib beryapmiz. Mana xohlasa sifatlarini ko'rishlaringiz mumkin. O'ta a'lo darajada. Umuman sanag'i ham chiqmaydi. Sanag'iga pul to'lamay ham qo'yaverasizlar. Ovozini eshitishlarimiz mumkin. Xohlasa 5 mingta olib berdik. Kelishi yaqindan ko'rsatib beramiz. Ovozini eshitishlaringiz mumkin. O'ta sifatlari hamma yo'g'i joy-joyida. Shu vodiy bo'ylab 5 mingtalikmi, 10 mingtalikmi, 3 mingtalikmi mashinalarda yetkazib beraveramiz. Mana holatlarni ko'rishlaringiz mumkin. O'ta chiroyli holatlar. Umuman sanag'i 10 dona ham topolmaysiz. Hozir to'kilgan bo'lsa 10 dona kelib turib ham topolmaysiz. Umuman deyarli ko'ringan yo'q. Burchaklari uchgan bo'lishi mumkin, lekin umuman sanag'i katta bor ekan, lekin deyarli umuman sanag'i yo'q. Sizga shunday ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Shu vodiy bo'ylab o'tib beramiz.